Instagram videosida 2 raqamini bosganingiz uchun rahmat. Agar sizda ham doktor egizak farzandli bo'lishni juda ham xohlayman, orzu qilaman degan fikringiz bo'lsa, unda bu videoni albatta oxirigacha ko'rishingiz shart. Internetda ko'p ko'rgansizlar, qo'shningizdan ko'p eshitgansiz, tanishlaringizdan ko'p eshitgansiz. Hayizni mana bu kunda yotsang egizak bo'lar ekan, mana bunaqa vitamin yesang egizak bo'lar ekan, yoki ering mana bunaqa dorilar ichsa egizak bo'lar ekan degan narsalar. Lekin bular hammasi safsata. Hech qanaqa tibbiy, konkret ilmiy isbotlangan usul yo'q egizak homiladorlik uchun. Ayolning yoshi, reproduktiv holati va tibbiy xulosalardan kelib chiqib bitta usul bor. Bu ko'pchilik uchun tanish bo'lgan usul, ya'ni eko. Ekoda qanaqa qilib egizak farzandli bo'lish mumkin? Bugun men sizlarga shuni bosqichma-bosqich ketma-ketligida aytib bermoqchiman. Ko'pchilik uchun bu qiziq. Bu muolajani boshdan o'tkazganlar uchun bu unchalik qiziq bo'lmasligi mumkin. Lekin aynan shu muolajalar arafasida turgan bemorlar uchun bular ketma-ketligi ko'pchilikni qiziqtiradi. Birinchi o'rinda ayol kishining reproduktiv holatiga qaraymiz. Tuxumdon zaxirasi, uni reproduktiv gormonal holati, vazni, yoshi hisobga olinishi shart. Ikkinchi o'rinda uni turmush o'rtog'i, urug'ining sifati, foizi, morfologiyasi, martez tahlillari va undan keyingi qo'shimcha tekshiruvlar qilinadi va buni biz bemorlar bilan o'zaro suhbatlarda aniqlashtirib olamiz. Tekshiruvlardan keyin ularni ekodagi imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Ya'ni rezultatlar, narxlar, ya'ni u sizlarni menga beradigan masallig'inglarga bog'liqda. Qancha zo'r masalliq bersangiz, shuncha ovqatingiz shirin bo'ladi. Men yaxshi povurman, lekin injiq povurman. Nimaga? Masalliqni xohlaganingizdan ovqat qilib ketavermayman. O'zimga kerakli ovqatimni qilishim uchun yaxshi masalliq tanlab olaman. Yaxshi masalliq berishingiz bu sizning yoshingizga, genetikangizga, qanaqa turmush tarzi hayot o'tkazganingizga juda ham bog'liq. Shuning uchun men ko'p videolarimda tavsiya beraman, yaxshi uxlab, yaxshi dam olib, to'g'ri ovqatlanib, sport bilan shug'ullanib yuringlar. Reproduktiv formula qarib qolmasin degan ma'noda. Xo'sh, bemorlar bilan analizlarni ko'rdik, hammasi yaxshi. Ekoga imkoniyatlar bor. Xarajat qilsa arziydigan rezultat olish mumkin. Avvalo xudo, biz insonlar qilish kerak bo'lgan, reproduktologlar qilish kerak bo'lgan hamma ishni mukammal tarzda amalga oshirishga harakat qilamiz. Bizning klinikada shunaqa. Ikkinchi masala nima? Ikkinchisi bu tuxumdonlar stimulyatsiyasini boshlash. Kerakli hujjat, dokumentlar yig'iladi. Ayolni kerakli tibbiy tekshiruvlarga yuboramiz. Endokrinolog, mammolog, terapevt, gematolog ko'riklaridan hamma vrachlarimiz ruxsat ekoga. Bu muolaja ayol kishining salomatligiga hech qanaqa zararli ta'siri yo'q deb qo'l qo'yib bergandan keyin men o'sha bularga protokol boshlash kunini belgilab beraman. Stimulyatsiya boshlaymiz. U stimulyatsiyani dorilarni dozasi va nomlari ayolning analizlariga, yoshiga, vazniga va folikulyarniy zaxirasiga bog'liq. Eng to'g'ri deb bilgan protokolni tanlaymiz. Stimulyatsiya boshlanadi taxminan 10-12 kun orasida. Va ikkinchi muolajaga o'tamiz. Bu folikulalarni terib olish. Bu kichkinagina muolaja. Odatda vaqt ko'p ketmaydi. 5-10 minut atrofida vaqt ketadi. Folikulalarni punksionli nina orqali terib olamiz va erinni urug' topshirishga taklif qilamiz. Spermogramma topshiriladi. Endi navbat embriologlarga. Embriologiya bu ekoni yuragi. Embriologiya bu ko'rinmas jangchilar. Embriologlar bular ertalabdan kechgacha bitta xonada o'tiradi. Tashqariga chiqish mumkin emas, chunki u yerda har bir havo oladigan nafasigacha xonani o'sha maxsus apparatlar, o'sha maxsus filtrlar yordamida nazoratga olinadi. Embriologlar ishini boshlaydi, ya'ni ayol folikularini tozalab, yaxshilarini ajratib olib, erkak urug'ini yaxshilarini ajratib oladi. Embriologiya laboratoriyamiz oltin standartlarga to'laqonli javob beradi. Buni Moskvadan, Qozog'istondan, Izraeldan kelib audit qilib ketishgan. Tan berishgan, chunki biz juda katta xarajat qildirganmiz. Men o'zim shaxsan qilasan qilib berasiz deb rahbariyatimizga iltimos qilib. Nimaga? Chunki menga har bitta natija juda ham muhim. Embriologiya laboratoriyasida 5 kun davomida ayol folikullari erining urug'lari bilan urishish jarayonlari kuzatiladi va 5-kuniga borib eng yaxshilari, eng baquvvatlari, eng sog'lomlar embrionlar ajratib olinadi. Va embrionlar ajratib oladigan paytida sizga taklif berishadi. Genetika tekshiramizmi, yo'qmi? Agar genetik tekshiruvga imkoningiz bo'lmasa, hech bo'lmasa biopsiya olib qo'ying. Biopsiya nima degani? Biopsiya o'sha embriondan bitta ma'lum bir kletkalarni ajratib olish. Embrionlar muzlatib qo'yiladi, saqlab qo'yiladi kriobankalarda. Biopsiyangizni qachon bo'lsa ham tekshirish imkoniyati bor. Nimani tekshirsa bo'ladi? O'g'il, qizi yoki irsiy nuqsonlar bor yo'qligi embrionlarda. Biopsiyani olib qo'ydik, embrionlarni biz saqlab qo'ydik. Может 7 ta, 8 ta, 10 tagacha embrion. Endi bu embrionlar qanaqa chiqishi,
qanaqa sifatda chiqishi, soni nechta chiqishi bu ayolni yoshiga, ayolni tuxumdon zaxirasiga, ayolni reproduktiv holatiga va eng asosiysi irsiyat genetikaga bog'liq. Va bu bilan birga erkakning urug'ini foiziga, soniga, DNK holatiga, sifatiga juda ham bog'liq. Va biz bularni genlarini urchdamiz. Ana shu yerda bir-birini yaxshi ko'rgan genlar to'g'ri kelib qolsa, yaxshi sog'lom sifatli embrionlar chiqishi mumkin. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu genetika masalalariga inson aralasha olmaydi. Nima u ekses shuni urasiz deydi-ku. Boya aytdim, siz bergan masalliqdan embrionlar ovqat qilishadi yoki biz. Qancha yaxshi sifatli follikularingiz, genlaringiz zo'r bo'lsa, embrionlar shuncha yaxshi chiqadi. 7 ta follikuladan 7 ta embrion chiqqan bemorlarim bor. Kam uchraydi lekin. 30 ta follikuladan bitta ham embrion chiqmagan bemorlarim bor. Biz inson qiladigan, shifokorlar qiladigan omillarni maksimum harakat qilamiz professionalni bajarishga. Komandamiz shunaqa. Lekin genetik omillar, ya'ni Alloh tomonidan boshqariladigan omillar nimalar bular? Qanaqa sifatda follikula berishingiz, eringiz urug'i bilan qo'shilganda qanaqa sifatda embrionlar chiqishi va u embrionlar nuqson yoki sog'lomligini biz buni bila olmaymiz. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Embrionlar tayyor, genetiklar tekshirildi. Misol uchun 7 ta embrion chiqdi. 3 tasiga tekshirdingiz. Bitta nuqsonli o'g'il chiqdi, bitta sog'lom o'g'il qiz chiqdi. Misol bitta sog'lom, bitta qiz, bitta o'g'il embrionimiz bor, 2 ta embrionimiz. Biz egizak masalasiga boshlagan esingizda bo'lsa. Endi ayolni bachadonini tayyorlashni boshlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda bachadon naylarida shamollash bo'lmasligi, suv yig'ilmaganligi va yiringlab ketmaganligi, gidrosalping, saktosalping bo'lmasligi kerak. Bu juda ham xalal beradi eko natijasiga. Ikkinchisi, bachadon ichki qavatida muammolar bor yo'qligi o'zi ostida agar shubha bo'lsa, gisteroskopiya orqali uni bartaraf qilish kerak bo'ladi. Ayolda ruhiy holati mana shu joyda juda ham muhim. Ruhiy holati yaxshi bo'lsa, uni biz gaplashganda bilamiz. Ortiqcha savolidan yoki bitta savolni 4 marta qaytarib berishidan, u ramkadan yoki ramkada emasmi. Ruhiy holat yaxshi bo'lsa, bachadon endometriy qavati yaxshi bo'lsa, qonda progesteron, estradiol gormonlari yaxshi bo'lsa, bachadon naylari ijobiy holatda bo'lsa, biz ayolni bachadon ichiga embrion transferga tayyorlashni boshlaymiz. Bu narsa uchun taxminan 2 hafta vaqt ketadi. Menstruatsiyani 16, 17, 18 kunlariga to'g'ri keladi. Implant akni ochiladi va o'sha kun biz sog'lom tekshirilgan embrionlar bittami yoki 2 tani qo'yamiz. Endi avvalo Xudo u ayolni genetikasiga, irsiyatiga, nasliga bog'liq ikkita ko'tarib keta olish yoki ko'tarib keta olmasligi. Ikkita qo'yganimiz bilan bittasi so'rilib ketib, bittasi rivojlanib ketgan bemorlar ko'rganmiz. Ikkita qo'yganimizda bittasi so'rilib ketib, bittasini o'zi ikkiga ajralib, bir xil jinsli Fatima Zuhra yoki Hasan Husan tug'ilgan embrionlarim ham bo'lgan. Ikkita qo'yganda ikkalasi ham rivojlanmasligi mumkin. Bu ayolning ruhiyatiga, miyasiga bog'liq. Bo'larmikan? Bo'lmasa-chi? Undan keyin nima bo'ladi? Erim oldiga nima deyman? Qaynonam yana meni ayblasachi degan bo'lmasligiga miyani tayyorlashni boshlasangiz unda o'xshamaydi. Faqat bo'lishini, homiladorlik davrlarini, ikkita bolangizni qo'l ushlashib, parklarda yurganlaringizni tasavvur qilib o'tirsangiz, ya'ni bu miyada pozitiv informatsiyalar ishlab chiqarishni boshlasa, shunda albatta zo'r bo'ladi. Bu 50% o'xshash ehtimolligini oshiradi. Bitta embrion qo'yib, u embrion Alloh berib ikkiga ajralib ketib, egizak homiladorlik bo'lgan bemorlarimiz ham bor. Endi bizga ikkita kerakmi? Demak, ayolning vazniga, yoshiga, avval kesir va secheniya operatsiyasi o'tkazmaganligiga, ruhiyatiga qarab, ikkita yoki bitta embrion qo'yishni biz belgilab olamiz. Buning uchun biz embrionlardan aytamiz, eng yaxshi, eng sog'lom, eng zo'r embrionlarni ber deb aytamiz. Va mana shundan keyin, shu muolajalar tugagandan keyin ayol kishini 14 kun davomida kerakli dorilarni berib, har doimgi hayot tarzi. Uyqusi kelsa uxlasin, yotgisi kelsa yotsin, yurgisi kelsa yursin. Iltimos, onaxonlar, ayollarimiz, opalar, singillarimiz patsatkadan keyin yotmanglar. Patsatkadan keyin oyoqni uzatib, tekis fiksatsiya qilib yotish mumkin emas. Bachadonda qon aylanish yaxshi holatda bo'lishi kerak. Ma'lum bir vaqt o'tadi, 2 hafta, 3 haftadan keyin biz beta HGH topshiramiz. HGHda homiladorlik chiqadigan bo'lsa qarsaklar, bir haftadan keyin uni biz bachadon ichidagi homilani o'zida ko'ramiz. Va shu o'zidagi homilalarni biz bemorlarga ko'rsatamiz. Ularning hissiyotini olish, ularning emotsiyasini olish. Bir necha yildan beri farzand bilan sinalgan ayolda homiladorsiz deb gapirish bu ishimning eng lazzatli joyi. Va mana shu holatdagi bemorlar bilan gaplashishni maza qilaman va shu holatda bemorlar bilan hazillashni yaxshi ko'raman. Chunki o'sha momentda bemorlar hamma hazillikni ko'taradi, kayfiyati zo'r bo'ladi, sen ham kayfiyating yaxshi, baxtli, eng baxtli, tarixda unutilmaydigan kuniga sen sherik bo'lding. Bu undan ziyod baxt yo'q aslida.
Chunki umrining oxirigacha birinchi marta siz ona bo'lasiz, siz homiladorsiz degan gapni 10 yillab, 8 yillab, 15 yillab kutgan ayolga birinchi gap siz aytyapsizmi? Uni umrining oxirigacha miyasida yaxshi inson sifatida gavdalanib qolasizda. Ertaga davrlar o'tadi, yillar o'tadi, unutilmaydigan xotira bilan uni miyasida, uni oilasida saqlanib qolish. Bu undan ziyod baxti yo'q aslida ish. Bu narsani anaqasini, emotsiyasini hech qanaqa pul bera olmaydi. Hech qanaqa boshqa narsa bera olmaydi. O'sha narsani mana shu narsaga almashmayman. O'shanaqa holatda, o'shanaqa baxt bilan, shunaqa kayfiyatda, homiladorlik bilan, egizaklar bilan sizlar bilan ko'rish menga nasib qilsin. Bizlar buning uchun klinikamizda har doim mukammal tarzda ish olib boramiz va shunaqa holatdagi bemorlar bilan yuz ko'rishish uchun har doim ishimizni professional tarzda qilamiz. Agar sizlarga ham eko muolajalari yoki egizaklar yoki o'g'il qizlar yoki shunga o'xshagan boshqa biror bir savollar tug'iladigan bo'lsa, men sizlarni albatta qabulda kutaman, konsultatsiyada kutaman. Bemalol qabulga yozilib kelishinglar mumkin. Agar bu qabul kunlari to'lgan bo'lsa, shogirdlarim orqali aloqaga chiqib kelaverasizlar. Albatta eko qiladigan bemorlar meni yonimga kirib ketishlari shart va bolalar buni bilishadi, oldimga meni qabulimga olib kirishadi. Sog' bo'linglar, qabulda ko'rishguncha, yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xonadoningizda doim yaxshi kunlar bo'lsin, farzandinglar ko'p bo'lsin. Biz oxirgi doktoringlar bo'lib qolaylik, bizning klinikamiz oxirgi klinikanglar bo'lib qolsin va tarixda shunaqa xayolinglarda, fikringlarda, xotiranglarda shunaqa shirin xotira bilan esda qolarli doktoringiz bo'lib qolishdi. Nasibi ro'za aylagan bo'lsin.